Malik roziyallohu anhudan bir kishi keldida, "Ya Rasululloh, qiyomat qachon bo'ladi?" dedi. Rasululloh, "Nima tayyorlab qo'ydingiz unga?" dedilar. "Tayyorgarligingiz bormi?" Hali ishlatdiki, "Unaqa ko'p narsa qilmadim-u, lekin Alloh va Rasulini yaxshi ko'raman men" dedi. Shunda Rasululloh aytdilar, "Kishi o'zi yaxshi ko'rgani bilan birga bo'ladi" dedilar qiyomat kunida. Anas ibn Malik aytadi, Rasulullohning shu so'zidan quvonganimiz kabi boshqa narsadan bunchalik quvonmadik. Chunki kishi o'zi yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi qiyomat kunida. Anas ibn Malik aytadi, "Men Parvardigor Rasulullohni yaxshi ko'raman. Abu Bakrni yaxshi ko'raman, Umarni yaxshi ko'raman. Ular bilan Firdavsul a'loda birga bo'lishini xohlayman, garchi amallarim ularninkichalik bo'lmasa ham" deb qo'ydi. Biz kimni yaxshi ko'ramiz? Rasulullohni yaxshi ko'ramiz. Abu Bakrni yaxshi ko'ramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hamma sahobalarni yaxshi ko'ramiz va biz ham Allohdan umid qilamiz. Parvardigor amallarimiz ularga kishilik bo'lmasa ham, ularga bo'lgan muhabbatimiz, hurmatidan bizni ular bilan jannatda birga qilgin.